Quloq soling, bu yerda 1 soatdan ortiq o'tiribmiz, balki hech qanday raketa hujumi bo'lmasa, agar bo'lsa ham bizga emasdir. Men ham shunday deb o'ylayapman. Qanday chiqaylikchi? Mayli. Men birinchi, keyin esa ortimdan qurolni tayyorlab bor. Okey. Menimcha hech kim yo'q. Albatta uyda kim ham bo'lishi mumkin. Yaxshi. Tashqarida birov bor ekanmi? Endi qarayman. Okey. Yo'q. O'sha zombi politsiyachi va boshqa hech kim yo'q. Chiqishimiz mumkin. Zavodga mashina ortidan boramizmi? Lekin u yerda zombilar bor-ku. Nima ham qilardik? Tozalashga to'g'ri keladi. Axir tirik qolmoqchisan, to'g'rimi? Ko'ryapsizmi? Tezroq. Jin bizga yordam berishadi. Yigitlar, xush kelibsizlar. Bizga yordam berasizlarmi? Bu yerda to'lib ketgan zombilarga. Bu nimasi? Bizga yordam berasizlar deb o'ylagandik, lekin bizga yordam berishni istaymiz, ammo sizlar yordamga loyiqmisizlar? Bu yana nima deganingiz bo'ldi? Tushunmadik. Axir biz oddiy odamlarmiz, fuqarolarmiz. Bunga kim kafolat beradi? Balki sizlar zavoddagi portlashdan mahluqlar chiqishi bilan axir zo'rg'a tirik qoldik. Zavoddagi mahluqlarni bilamiz, ammo biz ulardan emasmiz. Tushunishimcha, shu yerda yashaysizlar, to'g'rimi? Qishloqda yashaymiz shu yerda. Ajoyib. Unda mayli, sizlarni hozir tekshiruvdan o'tkazamiz va kasallanganlik alomati bo'lmasa, mayli yordam berishga harakat qilamiz. Ajoyib, mayli. Mana shu yerda tunnel ortida bizning qishlog'imiz. Biz bu yerlarni hammasini bilamiz. Maxsus operatsiyaga ko'ra kelganmiz. Hozir esa tekshiruvni boshlaymiz. Sog' salomat ekaningiz yaxshi va mana shu yerda BMP sizlarni zombilardan himoya qildi va 2 ta askarim. Hozir esa qishloqqa otlanib dam olishingiz mumkin. Biz esa zavoddagi ishimizni boshlaymiz. Bilasanmi, Derb, menga bu harbiylar umuman yoqmayapti. Lekin qanaqasiga axir bizga yordam berishdi? Yo'q, ularda nima desam ekan, nimadir niyat. Ularga ishonch yo'q. Lekin axir o'zimizni bo'lgan bilan menimcha hozir bu yerda nimalar bo'layotganini taxmin qilish mumkin. Virus tarqalmasligi uchun ular hamma ishni qilishadi. Bizni ham o'ldirib yuborishlari hech gap emas. Shuning uchun bu yerdan qochish kerak. Stop. Ratsiya. Yigitlar, nima bo'ldi? Bilasizki, kasallik borgan sari kuchayib bormoqda. 200 kishi bu menimcha hali boshlanishi. Qurbonlar soni yana ortmasligi uchun qishloqdagi hammani yo'q qilishingizga to'g'ri keladi. Yon atrofdagi qishloqlarni ham. Chunki 100% ehtimol bilan ularning hammalari kasallanishgan. Men tushundingiz degan umiddaman. Janob, hammasini tushundim. Kapitanga yetkazib qo'yaman. Ajoyib, kechiktirma, serjant. Xo'p bo'ladi. Aloqa tugadi. Taqdir o'yinlari. Endigina aytib turgandim. Nafasingni shamol tursin degan men o'ylagandan ko'ra 5 battar. Lekin qochishimizga to'g'ri keladi va men albatta reja tuzib qo'ygandim. Yo'q, qishloqda qolib ketishimiz mumkin deb. Xullas, menda bir g'oya bor. Bu yerda kanalizatsiya o'tgan va nima kanalizatsiyaga tushishga to'g'ri keladimi? Xavotir olma. U yerda tunnellar bor, ammo hech kim ishlatmaydi. Yura qol. Nima? Nurson. Agar harbiylar tutib olishsa-chi? Tutib olishsa, bilmasam nima bo'ladi. Lekin tutib olmasliklari uchun shu yerga tushishimiz kerak. Qishloq a'zolari-chi? Qishloq a'zolari har kim o'zi uchundir. Lekin ammo ularni shunchaki tashlab keta olmaymiz. Birgalikda yashab kelganmiz axir. Yo'q, tashlab ketishga majburmiz. Bo'la qol, tush. Men u yerga borishni istamayman. Borasan. Lekin borasan, tush. Men sendan keyin. Nurson. Mayli. Lekin u yer qorong'u bo'lsa-chi? Qorong'u, to'g'ri. Yaxshi aytib qoling. Mana buni ol. Sizda bunaqa narsalar qayerdan kelgan? Men ovchiman. Menda hamma narsa bor. Endi esa tush. Nurson. Bo'la qol, tush la'nat tunnelga. Xo'p. Xuddi otamdek tergashnicha. Yo'q, qaysi tarafga? To'g'riga. Nurson, yopib qo'ydingizmi? Bo'la qol. Bo'ladi, ketyapman. Nurson, qorong'uligini tushun bu yerni. Yura qol. Okey. Menimcha tunnel oxirida yorug'ligini ko'ryapman. Nurson. Nima bo'ldi? Bu yerda zombi o'tib ketdi. La'nat axir. Tunnellar zavod ostidan ham o'tgan. Tezroq chiqishimiz kerak. Yo'q. Nurson, endi yuragim bu yerda aniq infarkt bo'lib qolishim aniq. Yaxshisi shunchaki bezbetlarcha qochib ketganimiz yaxshi edi. Yer ostida yurgandan ko'ra. Tezroq yursang, tezroq chiqamiz. Mayli. Men boryapman. Yo'q, lekin boshqa bir yerga tushishni istamayman. Men ham. Lekin nimaga tepa ochiq?
Axir zavod tog'li halqa ostida, shuning uchun ham yomg'ir suvlari qayergadir oqish kerak-ku. Ha, to'g'ri aytasiz. Mayli. Endi nima qilay? Bloklarni kovla, chiqishimiz shart. Okey. Mana. Lekin umid qilamanki, zombilar bu yerda yo'q. Xo'sh. Yo'q. Ajoyib. Bu tabiiy hollar axir aytishgandek-ku, zavodni tozalashimiz kerak, missiya bor deb. To'g'ri aytasiz. Lekin baribir ularni tashlab ketganimiz yomon bo'ldi, qishloqliklarni. Boshqa ilojimiz yo'q darb. Yoki bizni o'ldirishadi. Nima? Biz kimni o'ldirishimiz kerak? Zombilarni. Mayli. Stop. Qara. Nima deyishyapti yana? Jenurson, janob Tomas, men buni shunday qoldira olmayman. Axir hammamiz kasallanganmiz. Qishloqliklar ham hech bo'lmasa tekshirish kerak. O'zing bilasan der. Men esa ketdim. Men tirik qolishni istayman. O'zingiz bilasiz. Mayli. Ajoyib omad. Sizga ham. Yo'q. Menimcha mana o'shalar bo'lsa kerak. Voy, kapitan, serjant. Nima? Stop. Janob, siz qanday qishloqdan chiqdingiz? Bilasizmi? Xullas, ular hammani o'ldirish shart emas, chunki hech kim hali kasallangan zombilar kira olgani yo'q qishlog'imizga. Stop. Zombilar Jenurson, qani bu yoqqa yur, lekin yur. Xo'p bo'ladi. Jenurson. Orqamdan, sodiq bo'l, yigitlarning ustiga tushma. Xo'p. Yurchi, zombilar haqida nimani bilasan? Xullas, kecha portlash vaqti anrog'i meni bobom o'sha yerda ishlaydilar. Shuning uchun ham portlashdan keyin balki yordam kerakdir deb borgandim va o'sha yerda zombini uchratib qoldim. Xo'sh, keyinchi qishloqqa zombi kirma degandek bo'lding-a? Ha, shunday. Kirganda, ammo biz uni birdaniga o'ldirib tashlagandik. Yo'q, lekin uyingning yonidagi zombilar yeb tashlagan odamchi? Odam? Ha, bir qizning jasadi yotganda. Bilasizmi, lekin ularning hammasi yo'q, o'ldirib bo'ldik. Yo'q, menga yolg'on gapirmaysan degan umiddaman. Ha, albatta, axir sizga yolg'on gapirib nima qilaman? Shunaqami? Unda mayli, hozir ketishing mumkin. Odamlarni tekshirib bir qarorga kelaman. Mayli, hech kimni o'ldirmaymiz, balki evakuatsiya ham qilishni iloji bo'lar. Ma'lumotlar uchun katta rahmat. Bu hammasi ma'lumotlar evaziga. Yaxshi. Bu bilganlarim nimagadir foyda beradi deb o'ylamagandim, ammo janob Tomas adashibdilar va ketib qolganlari yomon bo'ldi. Lekin u ham o'zida tirik qolishga, meni asrashga harakat qilyapti, ammo qolganlarni shunchaki tashlab ketishni iloji yo'q axir. Chinsan biroz dam olib olishim kerak. Keyinchalik o'ylab ko'raman nima qilishni. Jenurson. Kech bo'lib ketibdi. Uxlab qolibman. Albatta, axir shuncha stress. Janob serjant, nima bo'ldi? Janob emas, o'rtoq. Kechirasiz. Senda ozgina non va suv topiladimi? Albatta, hozir. Askarlar ancha-muncha ochiq chiqqan. Bori shu ekan. Lekin boshqa bera olmayman. Tushunarli. Mayli, bu yerda faqatgina ishonchli odamimiz sensan hozircha, shuning uchun ham boshqalardan ola olmayman. Ammo shunisiga ham katta rahmat. Hech qisi yo'q. Bilasanmi, bizda juda ham katta muammo chiqqan. Nima uchun esa katta rahmat? Yangigina ekan. Xo'sh, nima ekan? Biz kasallik alomatlarini aniqlayapmiz va inkubatsiya vaqti juda ham kam. Bu nima degani? Xullas, oddiy qilib tushuntirsam, zombiga aylanish juda ham tez sodir bo'ladi. Deyarli 30 soniya ichida. Shuning uchun ham o'zingni ehtiyot qil va qishloqni tark etma. Xo'p bo'ladi. Odamlarchi? Odamlarni evakuatsiya qilamiz. Vertolyot kelyapti. Jenurson, yo'q. Yana nima bo'lyapti? Hoy, janob Tomas, qaytib kirdingizmi? Eshikni ochib yubor. Tezroq bo'l. Harbiy ketdimi? Ketdi. Unda och. Lekin nega qaytdingiz? Gap bor senga. Yana nima deyarkan? Mayli. Janob Tomas, nima deysiz? Xo'sh, harbiylar nima bo'ldi? Baribir o'ldirgan bo'lishibdi, Yo'q, janob Tomas, ular hech kimni o'ldirishmaydi. Men kelishib oldim ular bilan. Ma'lumot yoziga bizni evakuatsiya qilishar ekan. Yo'q, mana buni bir tinglab ko'rish niyating yo'qmi? Xo'sh, nima bo'ldi? Kasallanganlarni bir yoqlik qildingizmi? Qishloqdagilarni-chi? Bilasizmi? Yaxshisi evakuatsiya chaqirganimiz ma'qul, chunki hamma ham kasallanmagan bu yerda. Bilasizmi? Ana o'sha kasallanmaganlaringizni deb kasal tarqalishi mumkin. Bular hammasi g'alati. Oddiy odamlar o'lib ketishi, ammo yuzlar, minglar oldida hech narsa emas. Shuni tushunasizmi? Lekin begunoh odamlarni qanday qilib o'ldirib tashlay olmayman? Boshqa iloji yo'q. Boya aytgandek, minglab, millionlab odamlar tirik qolishi uchun bu zarur. Endi tushunayotgandirsan, lekin hozirgina aytib ketgandi. Men ham eshitdim. Bularning hammasi menimcha vahima ko'tarilmasligi uchun. Chunki qishloq uchun jon kuydiryapsanmi, demak.
Demak, ular bilan yaqinsan va rejalarni Ammo berishing men mumkin. ularga Shunda o'shongandim, g'alaba yordam berishadi deb qo'ltiriladi. o'ylagandim. Lekin ularni ham tushunsa bo'ladi. Ammo begunohlarning o'limi, mayli ketdik. Yana eski yo'l bilan qochamizmi? Mendan birinchi ketib qolibsan. Yaxshi, bu menga yoqyapti. Nihoyat o'zingni o'ylashni boshlabsan. Nima ham qilardim? Yana shu yerdan ketishimizga to'g'ri keladimi? Boshqa iloji yo'q. Tusha qol. Lekin, mayli. Hoy, Bo'lsa, qayoqqa yo'l oldinglar? Qo'linglarni ko'taringlar. Jism ursin. Mana qayerdan chiqibsizlar? kel, biz tinchgina ketamiz. Qishloq esa senga. Bo'ladimi? Yo'q, hech kimni qo'yib yubora olmayman. Agar menga qolsa, hammangizga yordam berardim, ammo iloji yo'q. Mendan baland turadiganlar bor. Shuning uchun ham men hech narsa qila olmayman. Shuning uchun qaytishingiz shart. Demak, nola qol. Tushunursin, yaxshi yigit edi. Iloji yo'q darb. Ammo bahona qilib aliment to'lamayman. Ayyor. Tushunursin, qochdik. Hoyjon, yo'ma-yo, qochdik. Baqirmasdan yugur. Voy, ko'chada nimadir eshitdingmi? Yo'q. Zombilar, qochdik. Jim, qochdik. La'nati. Chiqib, Qo'lingizni ko'taring. yo'q. Nima deb o'ylagansiz? Qochamiz debmi? Yo'q. Bu yerdan qochish imkonsiz. Boss, biznikilar. Nima deyishyapti? Yordam O'yinlarni berishadi. ketdagi o'yinlarga yordam berish kerak. Sizlar bilan hali keyin ko'rishamiz. Menimcha qo'lingni tushirishing mumkin. Shunaqami? Mayli. Shunchaki bizni tashlab ketib qolishdi. Armiya. Ular bir-biri uchun jonini berishga tayyorlar. Zombini yo'q qil. Xo'p, bo'ladi, lekin o'zingiz qurolingiz nima bo'ldi? Men uchun bitta zombi jalkami? Yo'q, lekin baribir ham g'alati qandaydir. Menda patronlar tugadi, afsuski. Mana bularning birortasini avtomatdan olib bo'lish kerak edi. Va ikkovimizga ham yaxshi bo'lardi, ammo shunchalik berib qo'yishmasa kerak. Yoki BMPlarni olib ketib qolish kerak. Haydashni bilasizmi? Afsuski yo'q. Unda ketdik. O'zimizni mashina ertaga kirib ketgandek, bilmadim qayerga yo'q qilishgan. Jennerson, evakuatsiyadir bizning ortimizdan kelgan. Bo'lishi mumkin yoki qo'shimcha kuch yordam chaqirishgan va hozir qishloqni yo'q qilishadi. Shuning uchun tezroq qochish kerak. La'natlar, sizlarni deb tinch hayotimiz buzildi. Qanchadan-qancha savdoshlarimdan ayrildi. Do'stlar, mana hammangizga, hammamiz uchun o'linglar. Faqatgina men tirik qolganga o'xshayman. Axir marhumlarni ota-onasiga nima deyman? Kapitan bo'la turib ularni qutqara olmadim. La'nati.